Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun savol-javob rubrikamizning 3-soniga start beramiz. Assalomu alaykum. Meni qizimni tishlari qiyshiq, yoshi 9 da. To'g'rilasa bo'ladimi? Necha yoshdan lecheniya olish kerak deb yozibdilar. Bolani 5 yoshdan boshlab turib ortodont ko'rigiga olib kelib turish kerak. 9 yoshda ham to'g'irlash mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Har xil plastinkali apparatlar yordamida ularni tishlarini, jag'larini holatini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababdan uni qanaqadir muammosi bo'lsa 9 yoshda ham to'g'irlash imkoni mavjud. Keyingi savolga o'tamiz. Doktor, menda yuqori jag'imni eti o'smay qolgan. Buni to'g'irlasa bo'ladimi deb savol beribdilar. Yuqori jag'ni o'smay qolgan bo'lsa, hozirgi zamonaviy apparatlar yordamida yoshi katta insonlarda ham o'stirish imkoniyati bor. Shuning uchun uni qay darajada o'smay qolganini, necha millimetr orqadaligini aniqlashimiz kerak va shunga qarab turib davolash rejasini tuzishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum doktor, meni gapirishda muammoim bor. Bu o'zimga ham atrofimdagilarga ham yoqmaydi. Bu tishlarim qiyshiqligi bilan bog'liqmi? Albatta, birinchi navbatda buni nevrologik holatini tekshirib ko'rish kerak. Muomala, nutq bu ko'pincha o'sha asab tizimini hisobiga ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabablardan biri bu to'g'ri siz taxmin qilayotgan narsa, ya'ni tishlarning notekisligi, tishlarning qiyshiqligini hisobiga talaffuzga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi bir insonlarning tishi yo'q bo'lganda ularning talaffuzi umuman boshqacha bo'ladi. Shu sababdan birinchi navbatda nevrolog bilan konsultatsiyadan o'tib, ularda hammasi joyida bo'lsa, normada bo'lsa, ikkinchi navbatda o'sha ortodont stomatolog bilan maslahat qilsangiz bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Doktor, o'g'lim 5,5 yoshda pastki tishdan tepa jag' tishi ancha oldinda bo'lib qolgan. Doimiy tish chiqishini kutish kerakmi to'g'irlash uchun deb yozibdilar. Yo'q, boya aytganimdek, 5,5 yoshda ham har xil apparatlar, har xil plombalar, nakladkalar yordamida jag'larindagi muammolarni bartaraf qilish mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum doktor, 5 yoshli o'g'limning tishlari qiyshiq. Men Rossiyadaman. Kelasi yili borib qo'ydirsak kechikmaymizmi deb yozibdilar. To'g'ri, uzoq joyda yashash, Toshkentga kelib ketish, ortodont huzuriga borish juda ham qiyin, chunki biz uzoq vaqt davomida davolaymiz, ularni har oyda bir marta yoki 2 haftada bir marta ko'rikka chaqirib turishimiz mumkin bo'ladi. Siz agar Rossiyada yashaydigan bo'lsangiz, Rossiyadagi ortodontlarga murojaat qilishingiz mumkin. 1 yildan keyin agar O'zbekistonga keladigan bo'lsangiz va O'zbekistonda keyin doimiy muqim yashaydigan bo'lsangiz, unda biz sizga yordam berishga harakat qilamiz. Farzandingiz hozir 5,5 yoshda bo'lsa, 1 yildan keyin 6,5 yoshga kiradi. Shu sababdan unaqa qo'rqinchli katta o'zgarishlar kuzatilmaydi. 1 yildan keyin kelib yana qaytib Rossiyaga ketamiz desanglar, unda 1 yil kutish shart emas. Hozirdan farzandingizni Rossiya Federatsiyasidagi ortodontlarga ko'rsatishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men Toshkentda 5-kursda o'qiyman. Ortodontiyani o'rganmoqchi edim. Shogird tayyorlash kurslaringiz bormi? Studentlarimiz uchun biz o'zimiz kafedrada dars faoliyatini olib boramiz. Shu sababdan o'zim alohida shogirdlik kurslarini tashkil qilmaganman, lekin kelajakda niyatimiz bor albatta. Ortodontiya sohasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, 5-kursni tamomlab yoki klinik ordinatura yo'nalishiga yoki magistratura yo'nalishiga kirishni tavsiya bergan bo'lardim. Shu orqali siz 2 yil vaqtingizni o'zingizni yoqtirgan yo'nalish, ya'ni ortodontiya sohasiga bag'ishlasangiz bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Reteyner qancha muddat turadi deb savol berilibdi. Reteynerimiz bu o'sha breklar yechilgandan keyin tishlarni ushlab turuvchi moslama hisoblanadi. Reteynerlarning turish davomiyligi har doim har xil muammoni turiga qarab aniqlanadi bu ham. Ba'zi bir shifokorlar breketni 2 yil taqsang, reteynerni 1 yil taqasan, ya'ni teng yarmini taqishing kerak deb aytishadi. Ba'zi bir shifokorlarimiz reteynerni abadiy, ya'ni butun umr oxirigacha taqish kerak, o'shanda tishlaring o'zgarmaydi deb aytiladi. Shaxsiy meni o'zimni praktikamda men reteynerlarni yechilmaydiganini 5 yil muddatga, yechiladiganini 1 yil muddatga qo'yib beraman va har 2 oyda, 3 oyda bir marta bizani ko'rigimizda kelib ko'rsatib turishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Keyingi savolga o'tamiz. Kichkina bolalarda necha yoshgacha tish chiqishi mumkin? O'zi aslida har bitta tishni o'zini chiqish ketma-ketligi bor. 6 oylikdan boshlab oldidagi pastki tishlari chiqishni boshlaydi va shu tarzda qolgan tishlari chiqishni boshlaydi. Doimiy tishlari 6 yoshdan boshlaydi chiqishni va 12-14 yoshgacha doimiy tishlari to'liq chiqib bo'ladi. Aql tishlari kechroq chiqishi mumkin 6-17 yoshgacha. Mana hurmatli kuzatuvchilar, savol-javob rubrikamizning 3-sonini ham yakunladik.
Agar sizda yana qanaqadir qiziqarli savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Imkoni boricha biz video murojaatlar orqali javob berishga harakat qilamiz.